Infeksiya qonuni. Bu qonunning mazmuni bitta. Kayfiyat va fikrlash ham virus kabi yuqadi. Shunday odamlar bo'ladiki, ular tinimsiz shikoyat qiladi. Har narsada yomon tarafni ko'radi. O'zini qurbon deb biladi va kimdir kelib ularni qutqarishini kutadi. Ular aslida senga nisbatan yaxshi niyatli bo'lish ham mumkin. Lekin yonida yursang, asta-sekin energiyangni, motivatsiyangni, fokusni yo'qota boshlaysan. Sen o'ylashing mumkin, men yordam beraman, qo'llab-quvvatlayman, tortib chiqaraman. Lekin amalda teskarisi bo'ladi. Ular seni o'z holatiga tortib ketadi. Startapda esa bitta infeksiya, shubha, nolish, qo'rquv butun jamoaning tezligini pasaytiradi. Muhimi, bu kibr emas. Bu shafqatsizlik ham emas. Bu odamlarni tashlab ket degani ham emas. Bu o'zingni himoya qilish. Qonun baxtsizlarni yomon ko'r demaydi. U shuni aytadi: ularning muammosida yashama, ularning fikrlashini o'zingniki qilib olma. Yaxshisi, startapda yoningda shundaylar bo'lsin. Muammo emas, yechim qidiradigan, bahona emas, javobgarlik oladigan, vahima emas, tinchlik va ishonch tarqatadigan, qanday qilamiz deb oldinga yuradigan. Chunki muvaffaqiyatni kuchaytiradi. Doimiy negativ esa yangi negativ tug'diradi.